Hammaga добрый вечер. Endi shu va shunga o'xshash SMSlarga shu storiesda javob berib ketaman. Qizlar Majilmusdan ketdim. O'zimni xohishim bilan bo'shab ketdim. Men o'zimni talabimni qo'ydim. O'zimni mehnatim uchun mana shuncha haq so'radim. Xullas, ularga to'g'ri kelmadi. Shu bo'ldi, shotgacha ekanda chiroyli xayrlashib ketdim. Men bitta narsaga ishonaman, nima bo'lsa har doim xayrlisi bo'ladi. Menga har kuni ishlasham o'zi qizlar to'g'risi to'g'ri kelmaydi. Men bolalarim oldida rosa vijdonim qiynalardi va bolalarim eng kerakli payti bunaqa shirin davrda men ko'chadaman, to syomkada, to o'tda, to ishda. Ana endi vaqtim bemalol, bolalarga ham bemalol vaqt ajrataman. Eng birinchi bo'lib xursand bo'lgan odamman. Do'ppilarni osmonga otdilar nihoyat deb. Shu bu takot do'kon joyida turibdi. Boringlar, kiyininglar. Mani ish faoliyatim bo'lsa shu joygacha ekan. Men o'zimnikini aytdim, aytganimdek, ularga to'g'ri kelmadi, shunaqa xayrlashdik. Bu takot.